hozir vaqtida qarang qanday bo'lib ketdi hozir. 1 sekundga Amerikada bo'layotgan narsani O'zbekistonda ko'rib turibmiz. Shu darajada ilm, ma'rifat juda tez hozir olaman degan odamga hozir orqaga qolib ketmaslik kerak-da. Olib, o'zlashtirib olib, eng aslini qo'llash kerak. Shunda natsiya o'sadi, natsiya. Millat o'sadi-da. Gap shu bozorga chiqish kerak, ipodromga pul qilish kerak, taksi qilish kerak emasda bu. Bu hayot bu narsa emasda hozir. Bo'lmasa ketiladi shuna, yiqiladi. Qulab hech kim bo'lmay ketiladi-da. Mana bizning xalqda samatsenki juda pastda. Hozir o'ziga baho berish. O'sha narsani o'stirish kerak. Mana u pochkalab ketishadi Rossiyaga. Ayblolmaymiz ularni endi albatta. Shunday, to'g'ri. Siz achinganingizdan qilyapsiz, to'g'ri. Lekin o'sha mana hozir ularni Alloh taolo shunday bir taqdirga, shunday bir holatga tikka qizdirib qo'ydi. Pul topish kerak, shuni qilish kerak. Tushunib turibmiz uni. Lekin hech kim ularni qo'lidan majburlab endi mana shu bilan shug'ullanda qo'lingga kitob olma, qo'lingga normalniy bir telefon olib, nima deydi, o'zingni ilmingni yo'q-ku unaqa bog'lab qo'yish. Ular o'zini ixtiyori bilan izlanmayapti-ku, o'zini ixtiyori bilan tanlovi bilan qilmayapti shu narsani. Ishani to'siq yo'q ana. Hozir masalan 1 soat, aytayman, 1 soat har kun 1 soat o'zini interesidan kelib chiqib, endi bu hozir boshqa temaga o'tib ketdi. Psixologiyadan gapirayotgandik, endi boshqa tema, balkim ana qilamiz. Xo'p, demak, mana xato qayerga o'sha vaqtni ajratmaslik. O'sha vaqtni ajratmaslik. Ishlamayli, ko'cha supurasanmi, hech qanday aybi yo'q buni. Tirikchilik qilyapsanmi, gap bo'lish, молодец. O'sha yoqqa ketding, boshqa qilding, harakat qilding. Lekin unutmangki, 1 soat uyqudan qol. Yana 1 soat kech uxlamayli. Yoki abitingga ham foydalanda, quloqingga naushnik bo'lsin, kitob o'qi, kitob eshit. Nimalardir qil. Da o'zingni bir qobiliyatingdan kelib chiqib, o'zingni ichki bir xohishingdan, imkoniyatingdan deymizmi endi mana yaxshi ko'rgan narsangda bir kasbni boshla. Mayli 1 yil ishlarsan, 2 yil ishlarsan Rossiyada yoki Qozog'istonda, zato shu orada bir kasbni egasi bo'lib qolasan. Bir narsani tushunadigan odam, spetsialist bo'lib qolasan. Keyin shunday o'tib ketasan keyin. Shunday o'tib ketasan boshqa yo'nalishga. O'zingni ko'rsat, chunki ilm bo'lgandan keyinchi odam. Ilm bo'lgandan keyin unga ehtiyoj paydo bo'lar ekan. Mana men tabobatni o'rganaman degan paytim, men bir akrom edim, tamom. Akrom aka shu edim. Bir trener edim, bir misol uchun o'qituvchi edim, bir va hokazo. Lekin men olaverdim, ilmni olaverdim, pul kevasi ham olaverdim, bolamni rizqini kamaytirib, kitobcha sarflab olaverdim. Tushunyapsizmi? Va ichki dunyoyim nima bilandir to'ldi. Ko'rdingizmi? To'lgandan keyin nima qilasiz? Chiqarasiz uni. Uni chiqarasiz. Bunga gapirasiz, unga gapirasiz. Qarabsizki, sizni ichingizda shakllangan narsaga nima paydo bor ekan? Ehtiyoj paydo bo'lar ekan. Ehtiyoj. Siz shuni menga bir qanday qilib qo'ya olmaysizmi? Siz shuni menga nima deysiz? Marhamat. Tushunyapsizmi? Bu hayot qonuni shunaqa. Hayot qonuni shunaqa. Shunga qurilgan. Alloh shuni yaratgan dunyoda. Olma pish og'zimga tush. Yo'q u narsa. Yo'q. Hatto mana bu borki, Amerikada, Yevropada osmondan tushgan pullar bor. Jackpot 60 million. Men bir video ko'rdim. Jackpot 60 million dollar. Jackpot 150 million dollar. Yutganlar bor. Shuni lotereyada. Lekin yo'q qizagan. Qiziq joyi hammasi ijtimo bilan tugaganda. Tushunyapsizmi endi? Chunki unda yo'q, unda znaniya yo'q, pulni boshqarish, pulni shakllantirishni olyapti qiz, ayol, u bu yaxta maqta pragulka deydi-yu. Alkash bo'lib, nashaman bo'lib, pul yo'q bo'lyapti qisqa vaqtga. Lekin kimdir odam bo'ladi, внутренний shunaqangi bir tayyor odam bo'ladi. Unga 60 million dollarni bering, ekonomikani yorib tashlaydi. Necha ming odamni ish berib tayyorlaydi. Tushunasizmi? Yana o'shancha 60 million qiladi bir necha yildan keyin. Ana shuning uchun demoqchiman, mana shu narsa bo'lish kerak. Ya'ni
izlanish bo'laversa, ming afsus qilishmayapti-da shuni. Tushunishmayapti. Chunki boyagi aytganimiz birinchi temada programma bor, hayot shu. Hayot shu. Ya'ni uni miyasi boshqa tomonda boshqa qirralarni ko'ra olmaydi. Tushunyapsizmi? Boshqa qirralarni, возможностьlarni ko'ra olmaydi. Chunki yo'q, unda shakl yo'q. Neyronlar ishlamaydi, miyani neyronlari ishlamaydi. Yoshlikda chunki olgan shunaqa tarbiyani. Bir milliarder bor, qurilish bo'yicha katta kompaniyani egasi, qozog'istonlik Aydin Rahimbekov degan. Men qurilishda razna rabochiy bo'lib ish boshlaganman qurilishda. Kasbam bo'lmagan. Topgan pulimni kitob o'qirdim. Butun bibliotekani hammasi kitobini o'qib chiqqanman. O'shandan shakllanib, ish yuritishi, boshqa hamma yo'lini o'rganib, hozir 1,5 milliarddan oshiq anaqasi bor. Sostoyaniyasi bor. Milliarderlarni agar e'tibor bersanglar, milliarderlar lug'at boyligi katta ekan. Millionerlardan ham ko'ra. Lug'at boyligi katta ekan. Umuman o'zi mana shu uspeshniy odamlarni, muvaffaqiyatli odamlarni qancha muvaffaqiyatli bo'lib olaversa, shuncha lug'at boyligi ko'payar ekan, katta bo'lar ekan. Qanday? Chunki inson kitob o'qiydi-yu. Inson kitob o'qiydi. So'zlarga bog'lanishligi bilan bo'ladigan matnlarni shakllantiradi miyada. Bu so'z bilan bog'lanadi, gap bo'ladi. Gapning ichida nima yotadi? Ideya yotadi. Gapning ichida fikr yotadi, mulohaza yotadi va hokazo. Mana shunday miya shakllanib boraveradi. Bir vaqtda o'zida so'z boyligi, lug'at oshib boraveradi. U lug'atni biladi, bu lug'atni biladi va o'sha lug'at bilan bog'liq bo'lgan nimalarni biladi? Boshqa terminlarni biladi, tasavvurlari bo'ladi unda kallada. Demak, ular kattaroq muammolarni tezroq yecha oladi. Biznesda rivojlanishda katta aniqlar kelaveradi-ki, muammolar. Ular shuning uchun ko'proq решение chiqara olar ekan. To'g'ri qarorlar, yechimlar chiqara olar ekan. O'sha anaqa tufayli. Miyada joylashgan so'zlarning boyligidan, tasavvurlarning boyligidan. Kitob o'qimagan odamda ABVGDdan boshqa narsa kelmaydi. Mana o'sha primitiv qarang, bir achinarli. O'zbekiston qachon mustaqil bo'lgan? 91-yil, 2001-yil, 86-yil. To'ppa-to'g'ri. Necha 2001-yil to'ppa-to'g'ri. Smешно, lekin achinarli. Tushunasizmi endi? Yo'q-da, yo'q. Keyin bir Talat Nigmatulin degan aktyor bo'lgan. O'sha ruschada qiynalgan ekanda. Keyin Vayna и мир degan Tolstoy asari bor. Urush va tinchlik degan. O'shani ruschadan konspekt qilib ko'chirgan ekan. Miyaga joylashishlik uchun. O'zini ustida ishlashlikni. Hali u payt motivatorlar, lekin zo'r aktyor bo'lgan. Yo'q bo'lgan paytda o'sha ruscha mashinasini chiqarib olgan ekan. Anaqasin. Keyin yana Qozog'istonlik milliarder bor, Margulan Seysenbayev degan. U cho'pon bo'lgan, oilasi. Oila cho'pon bo'lganda, o'sha anaqalarni boqib yurgan. O'sha miltiqni ham ko'tarib yurardi. Bir kun kechqurun chiqdim anaqaga. O'sha tashqariga uydan. Men qarab turdim o'sha qo'yliga. Men o'zimni yemishimni boqib yuradigan odam bo'lish uchun kelmaganman bu dunyoga degan anaqa keldi. Nimaga? Ketdim anaqadan. Shu ishdan chiqib ketdim, uydan chiqib ketdim, o'qish. Juda ko'p kitob o'qiydi, haligacha o'qiydi. Shunday. Bilaman, eshitib juda mo'shni odam. Juda, anaqasi keng juda. Anaqa. O'sha o'ziga baho berishlikda ham anaqa borda, gap. Men erisha olaman degan bir ishonch. Shunaqa ko'pchilikda cho'kib qolganda bizda odam. O'shaning uchun ham o'sha tomonni ko'tarish. Shuning uchun qaniydi mana shu tushunishsada shu narsani shu boshlasa bir xullas destiv qilish kerak ekanda, destiva bo'lish kerak. Ya'ni nima deydi? O'zbekcha harakat bo'lishi kerak. Shunchaki emas, olma pish og'zimga tush. Yo'q, destiva bo'lsa, o'sadi inson. Hayoti o'zgaradi. O'zgaradi. Bu qonun bu. O'zgarmas qonun. Siz chopasizmi, demak tezlik bo'ladi sizga. Yurganga nisbatan sizga tezlik bo'ladi. U qonun u. Xuddi shunday siz harakat qilasizmi? Demak izlanasizmi?
bo'ldi sizga natija bo'ladi. Bu bo'lmaydi deydi-yu. Bo'lmaydi, programmada bu. Bo'lmaydi, qo'ysangchi. Mana ming afsus, motor ming afsus. Allohning bergani bo'ladi. Hey, taqdir peshonangga nima yozilgani bo'ladi. Mana shu dogmalardan chiqib ketish kerak-da. Ya'ni noto'g'ri tushunish bu, noto'g'ri talqin bu. Yo'q, Allohning nima berishligini bilmaysan sen. U seni ilming emas. U senga nima seni anaqangi emas u. Nima deydi uni? Xullas, Alloh o'zini anigisiga xos ilm bu. U senga aloqasi yo'q. Boshingni qotirma. Senga buyurilganini senga kerakligini qil. Bo'ldi. Bo'ladi. Bo'lyapti-ki. Nimaga? Zo'r tramvay qilgan odam nimaga chempion bo'ladi? Nimaga zo'r tramvay qilmagan odam chempion bo'la olmaydi? Nimaga? Bu nima? Yana qancha ko'rsatish kerak senga hayotni qonunlarini? Ko'p o'qigan odam aqlli bo'lyapti. Ko'p o'qigan odam bir mutaxassis bo'lyapti, o'zini sohasini egasi bo'lyapti va o'shanga yarasha pul topyapti. Bo'lyapti-ki. U smichka purishni yoki bir ko'cha supuruvchini pulini topmayapti-ku u. Agar bo'lmasa isbot qilib bersin agar, mana shuncha o'qidi, bu chikab bo'lmadi deb. Yo'q, bo'lyapti-ki. Unaqa ertaklarni kalladan chiqarib tashlash kerak. Allohning ilmi o'zi bilan sen harakatga buyurilgan. Sen qiladigan ishingni qil, tamom. O'zi qonunni yaratib qo'ygan, o'sha qonun ostida sen ishing bo'lib ketaveradi. Obro'ying bo'ladi, pul topa boshlaysan, to'g'ri? Mana bunday narsada, mana shuni qilsam 30 million pulim bo'ladi meni dollarga. Yo'q, endi u ham nima deydi, nodonlikda u ham endi. Ha, puling bo'ladi, balkim 5 million puling bo'ladi. Gap unda emas. Lekin nima bo'lganda ham sen ko'cha supuruvchidan ko'p pul topasan o'qiganingdan keyin. Sen qaysidir bir kam kitob o'qigandan anaqa bo'lasan. O'shaning uchun bu narsalarni tushunish kerak-da. Xohlasang biznesga ur o'zingni, biznesni zo'r bilsang, topasan. O'sha sohadagi biznesmenlarni bilimini o'rganda o'shalardan zo'rroq ishni qil. O'shalardan yangilikroq bo'lgan bir narsani qilgin, senga shuni mevasi keladi. Sen o'qituvchimisan, o'zingni sohangda shunday rivojlanginki, hech kim qilmagan ishni qil. Demak, sen o'sha doiradagi o'qituvchilar 10 million topadigan bo'lsa, sen 15 million topasan. To'g'ri, sen biznesmenning pulini topmaysan, конечно. Biznesmen Fordga yurishi mumkin, Mercedesga yurishi mumkin. Yo'q, unday taqqoslanilmaydi. Sen o'qituvchilar ichida eng ko'p pul topishing mumkin. Yoki sen injenermisan, shunday narsani yaratginki, o'sha injenerlar ichidan seni anaqang oshib tushsin, ilming bo'ldi, senga o'sha pul keladi, ixtiro qilasan, katta pul topasan. Va hokazo, va hokazo. Mana shu narsalarni tushunish kerak, odamlar realni baholash kerak hayotni. Bo'ladi hammasi. Ming afsus, nima deydi? Shu narsa oqsash bor, oqsash. Millatimizda oqsash bor-da, ming afsus. Anaga bittasi aytibdi. Keladi mana, ish bormi deb keladi. Gaplashasiz, bu nima qo'lidan keladi? Hech narsa yo'q, u mana sizga bera oladigan, mana shu ishga o'tkazib qo'ysangiz, uni eplab ketadigan bilim ham hech narsasi yo'q, lekin talabi osmon. Shunaqa. Bir 6 million, 7 millionni mensimaydi deyapti-da, unga 20-30 million kerak, lekin o'zida unga javob beradigan hech narsa yo'q. Hech narsa. Shunaqa ming afsus haqiqatdan. Mana shunaqa, o'sha o'zini ustida ishlashlik haqida. Olish uchun berish kerak-da. Bersang olasan. Berish kerak oldin. Misol uchun ma'zazda men ko'p bola pul topsa edim yaxshi. Ko'p bola pul topish uchun odamlar senga berish kerak pul, deyman. Ha, odamlar berish kerak. Yozmana tushadimi? Yo'q, odamlar berish kerak. Xo'p, odamlar berishi uchun aytaman, oddiy savol senga. Nima uchun senga odam shu pulni berish kerak? Nima uchun berish kerak? За красивый глаза? Yoki palonchani o'g'li bo'lganing uchunmi? Ha, bir marta berar, 2 marta berar, palonchani o'g'li bo'lganing uchun. Ko'ziga yoqimli ko'rinsang, yarim marta berar. Bo'ldi, to'xtaydi-yu. Senga постоянно tirikchilik kerak, pul kerak. Nima uchun berish kerak deyman-da? Agar beradigan narsang bo'lmasa. Agar beradigan narsang bo'lsa, odamlar senga minnatdorchiligini pul bilan beradi. Qanchalik ularni muammosini chuqur
va ko'p qondira olsang shuncha ko'p pul beradi. Bu oddiygina qonun qoida shu. Misol uchun sen ustomisan, odamlarni qanchalik ko'p qobil anaqasini, xohishini qondira olsang, chuqurroq ko'p qondira olsang, shuncha ko'p pul topasan. Kimdir shikaturka qiladi. Bunday qaraysizda, ha deb qo'yasiz. Kimdir shikaturka qiladi, yo deysiz. Kim qo'ygan buni deysiz, bu bana. Bo'ldi. Buni shikaturkasiga kvadrat metriga 15 ming, a buniki 50 ming. Tushundingmi? Bir xil ishlagan. Ikkovi ham bir xil ishlagan. 1 soat ishlagan. Shunday. Mana shunday narsada. Chunki insonni qanchalik qondira olsangiz ehtiyojini. Bo'ldi, pulni beraveradi inson. Kelaveradi pul. Demak, qondirishni o'rganish kerak. Ha? Kineziyologiyadan pul topmoqchimisiz? Kineziyologiyani zo'r biling. Shunchaki men o'qidim, bildim emas. Yorib tashlang kineziyologiyani. Kirib keting. Odamning hujayrasining ichiga kirib, hujayrani ham tiklashni o'rganing. Kamtarin qo'lingiz deydi. Men kamtarin qo'lingiz deydi. Ana shunda keyin deb, mayli, birdan bilishmaydi, bilishadi asta. Vaqtida bitta maqola qo'yganimizga kim bu dedi-yu? Nima deyapti bu dedi-yu? Mana shu endi mana hozir necha yuz ming prosmotr kanalda. Bir tushunishyapti-ku, tushunadi odamlar. Odamlar jin nimasi tushunyapti-yu. Milliontasi tushunmasa, shuning ichida 100 mingtasi tushunib turibdi, anglab turibdi, istab turibdi shu narsani kineziyologiyani. Xuddi shunday boshqa sohada ham qil, rivojlan, boshqa qil, pulni topasan, rivojlanasan. O'ylaymanki qo'yaveramiz-a? Qo'yaveramiz. 2 ga bo'lib mana yoqamiz, ketaveradi.